alaykum yaxshilarim. Mehri qaynoq qadrdonlarim. Tinglab ko'rayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Shu loyiha boshlovchisi Mashhura siz bilan birga. Bizga kelib tushgan maktublarni o'z egalari tomon yetkazishda davom etamiz. Qani ketdik azizlarim, xursandchilik ulashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bahramjon aka bilan bog'landikmi? Ha, men bilan. Yaxshimisiz akajon? Sog'ligingiz yaxshimi? Allohga shukr, rahmat o'zingizlar. Boringizga shukr. Alhamdulillah, rahmat yaxshi. Birozgina vaqtingizni olsak maylimi? Mayli. Xo'p, bo'ladi, rahmat. O'zimni tanishtirib o'tsam, ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan yaqinimga tabrik dasturidan boshlovchi qizingiz Mashhura sizni bezovta qilmoqda. Birozgina vaqtingizni olamiz. Ijozatingiz bilan albatta. Allohning sevimli bandasi bo'ling. Baxt va omad ila yuzlarga kiring. Dunyolar saodati sizga bir tilak. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan sanalaringiz 57 yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Boringizga shukr. Bahramjon aka, nima sababdan biz sizga muloqotga chiqqanimizni bildingiz? Tavallud ayyomingiz munosabati bilan yana bir xursandchilik kuningiz bor ekan. Shuni ham munosabati bilan siz bilan muloqotdamiz. Shuni taxmin qila olasizmi? Kendiniz bilan to'yimizga necha yil bo'ldi ashtaqa? 34 yil bo'ldi. 34 yil bo'ldi. 34 yil yashab qo'yibsiz opam bilan, ha? Ha, tug'ilgan kunimda uylanganman-da kendingizga. Mashalloh akajon, umringiz uzoq bo'lsa, bunaqa yoshlardan ko'pini ko'r, bunaqa yillardan ko'pini nishonlash nasib etsin. Inshaalloh 100 yilda ham biz sizlarni g'oyibona tabriklash bizga nasib etsin. Sizlarga shu 100 yoshlik umr nasib etsin ilohim. Shu loyihamizga chiroyli tabrik, dilnomalar yetib kelgansiz uchun taxminingiz bormi? Qaysi yaqiningiz yo'llagan bo'lishi mumkin? Qizlarim yo onasi bo'lsa kerak edi. Ikkinchi taxminingiz juda ham to'g'ri. Jufti halolingiz Surayyoxon opa bizga murojaat qilgan ekan va albatta farzandlaringiz Davronbek, Dostonbek, Rustambek, Mavlonbek, qizlaringiz Munisaxon, Malikaxon, Hilolaxonlar, nevaralaringiz Davudbek, Huzayfa, Muhammad Yusuf, Soliha, Gulshanoy va albatta yaqinlaringiz Muborakxonaya, ukangiz Otabek aka, singillaringiz Muqoyaxon opa, Shirmonxon opa, Ra'noxon opa, Zamiraxon opalar nomlaridan ham sizni chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Rahmat, tinchliklar. Rahmat. Shu jufti halolingizni sizga atagan chiroyli dilnoma maktublarni bizga omonat qilib topshirgan ekan. Ijozat bersangiz albatta siz uchun o'qib eshittirsak maylimi? Mayli. Xo'p, bo'ladi, bo'lmasam qabul qilib olasiz. Assalomu alaykum. Bugungi kun biz uchun juda qimmatli. Sizning tug'ilgan kuningiz va biz bir-birimizga qasam ichib hayot yo'lini birga bosib o'tganimizga 34 yil to'lgan sana ekan. Ortga qarasam 34 yil davomida quvonchda ham, g'amda ham yelkadosh bo'lib menga tayanch, farzandlarimizga mehribon ota bo'lib yashaganingiz uchun sizga cheksiz rahmat aytaman. Sizning sabr toqatingiz, mehringiz va mas'uliyatingiz bilan oilamiz mustahkam, baxtiyor bo'lib kelmoqda. Hayot yo'lida men uchun sizdek inson bilan birga bo'lish eng katta ne'mat, eng go'zal taqdir. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin dadajonsiz. Alloh sizga sog'lik, uzoq umr va tinch muhabbatga to'la kunlar ato etsin. Baxtimizga hamisha sog' salomatda bo'ling. Bizga birgalikda yana ko'p yillar baxtli, aql shukrona hayot kechiraylik ilohim. Sevgimiz va minnatdorchiligimiz bilan sizga farzandlaringiz. Niyat qiling yomon bo'lmasin, orzu qiling armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta, Alloh yo'llaringizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingizni asrasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin deb qo'ygan jufti halolingiz. Yaqinlaringizga salomlaringiz bormi akajonim? Yozilib qoladi. Rahmat, shunchalik e'tibor qilib mana qilganlar uchun rahmat.
Oila a'zolarga sizga ham rahmat, tinch bo'ling. Rahmat akajon. Allohga omonatlar, tinch bo'linglar. Rahmat. Bundan keyin ishlarimiz ham Xudo xolasa hamma yaxshi bo'ladi. Hammalarga rahmat Alloh, rahmat. Opajonim iltimosiga binoan siz uchun chiroyli taronalarimiz ham yangrab o'tadi, qabul qilib olasiz. Sen bo'lmasang o'limdan nima farqi bor? Jonimni berganman senga, senda haqqim bor. Sen bilan har kunim ma'nodir, seni har so'zing dardimga darmondir, dardimga darmondir jonim. Sen bilan erkan bahorman, sevgingla borman, senga men qurbonman. Bir senga yorman, sevgingla bahorman, bilsang bas shuni, senga men qurbonman. Sen bilan erkan bahorman, sevgingla borman, senga men qurbonman. Bir senga yorman, sevgingla bahorman, bilsang bas shuni, senga men qurbonman.